Assalomu alaykum hamqishloqlar. Mana masjidda xonaqoh qismi. Mana mashhur o'sha qibla. Mana tepasidan o chiroyli Alloh so'zlari yozilgan anaqalar, yozuvlar. Mana patologlar ham bitish arafasida. Ancha ishlar bo'lib qopti. Mana tepaligi xonaqohni tepa qismi. Mana bu yerga mana naqshlar yopishtirilyapti hozir. Lisalar bilan bolalar ishlab yotibdi ekan. Ancha mana chiroyli holatga kelib qolgan. Ko'raverasizlar. Oynalar. Mana aylana ko'rsatish uchun harakat qilyapman. Endi mana tag qismi stяжка bo'lgan. Buni tagida teplый pol, водяной suv bilan isituvchi teplый pol shlankalar o'tkazilgan stяжкаning tagidan. Mana kollektorlarga ulangan har joyda 4ta kollektorga ulangan bu. Mana bu o'sha kollektordan bittasi. Mana bu xonaqohga kirish ayvon qismi. Ayvon qismini tepalari mana tunikafon qilingan. Tunikafon. Mana to'g'ri tomon kirish qismi ayvon qismini tepasi ochiq bu yerda. Mana hovli. Keyinchalik tepasini ayvon qilib bir yengil konstruksiyadan kajroq qilishni o'ylab ko'riladi. Mana bu tomonlarga ayvon qismlarining ikkala tomonlari. Mana xonaqohga kiraverish qismi. Katta darvoza eshik bo'ladi, bu yerda yog'ochdan eshiklar bo'ladi. Mana shu yer 3 ta eshikli joy. Mana bu tomonlar va zinapoyalarga granitdan teriladi. Zina qismlariga mana ayvonlarda. Mana hovlisiga yo bruschatka, yo keramik granit, yo granit teriladi. Keyin mana bu devorlarga glyansiy kafel olib kelishimiz kerak. Glyansiy kafel teriladi, xudo xolasa devor qismlariga, shu changlar o'tirib, ertaga tozalash oson bo'lishligi uchun. Mana bu endi tashqariga chiqib ketish qismi. Masjidga kirish qismi. Ham chiqib ketish, ham kirish. Mana bu endi manzara hammaga tanish. Bu ayni yerda yangi tahoratxona qurilyapti. Katta tahoratxona. Mana bu maydon, dekoratsiya qilingan maydon. Bu yerlarda ham azamatlar hasharlar bilan ancha ish qilgan. Keyin gazon ekkan. Shunaqa ko'pchilik ishlar qilingan. Gullar ekilganda hasharlar bo'lib. Mana shu yerdan mana endi orqaga ko'rsataman. Masjidni kiraverish qismi. Mana kattagina qadroslab chiroyli bo'lib qolgan. Keyin mana bu tomonlar ayvon, narigi tomonda har xil oshxona, xona, hujra shunaqalar joylashgan. Kichik tahoratxona, hojatxonalar. Mana bu tomon qabristonga kirish darvozasi. Xullas masjidda hududi ancha katta. Keyingi bugun mana yerda katta hashar bo'ldi. Kelganlarga hammaga rahmat. Mana shu joydagi atrofdagi mana tozaliklar mana shu hashardan keyin ancha tozalanib qoldi mana. Lekin bozor kuni yana bitta hashar qilishga to'g'ri kelyapti. Iloji bo'lsa mana hamma insonlar o'zlari bilan bitta niyat qilib shu mana shu masjid hududiga ko'chat ko'tarib kelsa, hasharga kelayotgan insonlar bittadan niyat qilib ko'chat o'tkazib ketsa zo'r bo'lardi. Mevali daraxtmi, yaxshi bir manzarali daraxtmi, tolmi, shunaqa ko'chatlar bo'lsa ham olib kelaveringlar. Kelasi mana shu kelayotgan bozor kuniga bitta hashar qilib ko'chat ekamiz deyapmiz, xudo xolasa. Mana kelaverasizlar, mana ko'chatlar ekiladigan joylarni topib berishadi. U yaxshi qilib ko'chat ekan. Endi mana bu tomon avtostoyanka qismi. Mashinalar turadigan stoyanka bo'ladi bu yer. Bu yerda tagi hali ancha bu yerda biroz ishlar bor. Asfalt qilinish kerak, tekislanish kerak. Mana masjidni bu yon tomoni. Mana ko'rinishi qadroslab turishidan ham chiroyliligi bilinib turibdi, mana chiroyligina bo'lib. Mana bu tomon bir tekislanib,
ichkari maydon. Endi steshka emas, iloji bo'lsa shu asfalt qilinsa zo'r bo'lardi. Bu narsaga ham imkoniyat topiladi, chunki asfalt qiluvchi firmalar masjid uchun tekinga qilib beradigan joylari bor. Xullas, kelaverasizlar. Ko'chat ko'tarib bitta-bitta mana shu yerda kelayotgan bozor kuni hashar qilamiz. Endi mana bu tomon bu tahoratxona. Katta tahoratxona, qulflab ketishibdi. Yopiq ekan. O'shanda mana ko'rsatib qo'yamiz ichkari tomonini. Materiallar yotibdi. Hali bitmagan, bu yerda ish bor.